Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin As-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabı dersimizin devamında bugün Abbasilarning 8. sultanı Halife Mu'tasim Billah'ning zamanında ölüp ketken meşhur büyük allamiler, salihlar, meşhurlar hakkında to'xtalamiz. Bu dövrde ölüp ketken büyük meşhurlardan İmam Buxariyning ustozlaridan Humaydi degan zat. Humaydining hayotini biz Sahih Buxoriy nomli darsimizning baş tarafida biz tanıştırıp o'tgan. Bu yerda yana qaytadan tanıştırıp o'taylik. Humaydi bo'lsa İmam Buxoriyning eng büyük kat ustozlaridan ismi Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi. Bu kishining ismi Abdullah ibn Zubayr. Peygamberimizning zamonidagi sahoba Abdullah ibn Zubayrning ismi qo'llangan. Chunki bu odam shu jamoatdan, bu kishi o'zining Qurayshlardan, Bani Asad jamoatidan. Zubayr ibn Avvam Qurayshlardan, Bani Asad jamoatidan. Demak, bu kishimi o'ziniki ota bobosiniki ismini saqlab qolgan. Bu kishiniki büyük ustozlardan Fuzayl ibn Iyas, Sufyan ibn Uyayna o'ziniki ustozlar bo'ladi. Shogirdlari İmam Buxoriy, Ahmad ibn Azhar qatorliq kishilar bu kishiniki shogirdi bo'ladi hamda. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida Ahmad ibn Hanbal Humaydi bizning nazarimizda bir imomdir degan. Bu yerda imom degan gap mutlaq uningga erishiladigan, uniki bir ilmiy imtiyoz hamda ayni vaqtdagi. Bular hadis sohasida. Ebu Hatim degan muhaddis ulamo hamda bu kishiga baho bergan vaqtida Humaydi bo'lsa Sufyan ibn Uyaynaning shogirdlari ichidagi eng shularning 5i ishonchlik imom edi deb sifatlagan. Bu kishiniki vafot bo'lgan vaqti 220 debdi, ba'zilar 219 debdi, Allohu a'lam. Bundan keyin Abu Nuaym Fazl ibn Dukayn degan kishi İmam Buxoriyning ustozi. Biz tuninki Sahih Buxoriy darsida 113 nomerli hadisda bu kishiniki tarjimonini deb o'tgan. Öz davrdagi mashhur buyuklardan, alloma solihlardan bo'lib hadis ilmida raviylarniki, hadis ilmi bilan shug'ullanadigan kishilarniki tarjimonini yaxshi biladigan buyuk hofizlardan. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bu kishidan to'liq ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Hatto İmam Muslimning ustozi hisoblanadi bu odam. Ayni davrdagi buyuk ulamolarning yaxshi bahosiga erishgan. Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan fitnalar zamonida yaşagan bo'lsa-mu, bu fitnalarga qarata bu odamniki yaxshi maydoni bo'lgan. Shuning uchun bu fitnadan güzel ravishda o'tib ketgan bu odam. Bu kishiniki 219-yilda o'lib ketganligi xotirlangan bu zotniki. Bu kishiniki ustozlardan Sulaymon ibn Amash, Malik ibn Mo'g'ul, qatorliq Abi Hanif rahmatullohi alayhi masalan, Shaybon an-Nahvi dedik, necha qadamlar. Shogirdlaridan İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi, Ahmad ibn Hanbal, Isaq ibn Rahaviy, Yahya ibn Ma'in, bularning hammasi hadis ilmidagi buyuk allomalar, bir yulduzlar qatorliq. Bu kishi Sufyan as-Savri bilan 40 ustozda bir savoqdosh ulab o'qiganlikka xotirlanib qolgan. Hamda ulamolarning baholaridan Ahmad ibn Hanbal bo'lsa, Abu Nuaym ya'ni Fazl ibn Dukayn bo'lsa, shayx ustozlarni, ularning nasabini, ya'ni raviylarning tarjimonini yaxshi biladigan odam edi deb sifatlagan. Yahya ibn Ma'in degan muhaddis bo'lsa, Abi Naym bilan affandimi bekrak mazmut odamni ko'rib boqmadim degan. Demak, bu bir yaxshi baholar bu odamga berilgan. Bu Nuaymniki hamda shahid holatda o'lib ketganligi xotirlangan. Chunki bu odam bir yuqumli vaboda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Shuning uchun İmam Zahabiy rahmatullohi alayhi bu kishini shahid o'lib ketgan deb bu bahona bergan. Ondan boshqa buyuk allomalardan Abu Ghassan an-Nahdi. Abu Ghassanning asli ismi Malik ibn Ismail ibn Dirham nomi bilan mashhur. O'zi shu vaqtdagi muhaddis hofizlardan. Bu kishiga imom degan nom berildi. O'zi Kufada yashagan bu zot nurg'un ulamolarni o'qigan, nurg'un shogirdlarni yetishtirgan. Jumladan İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi, Abu Bakr ibn Abi Shayba qatorliq hadis olimlari, Abu Zar, Abu Hatim degan shu qatorliq hadis olimlari bu kishining shogirdi bo'ladi. Bu buyuk nomi hamda 219-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Ulamolar baho bergan vaqtida bu kishiga nihoyat yaxshi go'zal baholarni berib, ishonchlik, fazilatlik, yaxshi ibodatgo'y, istiqomatlik, hadislarni sahih durust odam edi. Ayni davrdagi muhaddislarning imomlaridan edi degandek buyuk baholar bu kishiga berilgan. Ondan başqa büyük salihlardan Qalun
degan bir dağınık qari. Qalunning asli ismi İsa ibn Mina degan nom bilan mashhur. O'zini Qalun deb sifatlangan. Nimishqa degan vaqtida shu ayni vaqtda Madinadagi yashagan, Madinadagi dağınık qarisi hem Arab tili grammatikasiniki shu vaqtdagi dağınık buyuklardan bo'ladi bu adam. Bu İmam Nafi rahmetullohi alayhiniki o'gay bolasi ekan. İmam Nafi degan büyük Allah misaliqlardan qarilardan. Çünkü bu İmam Nafi'nin köp ustaz tutup ağrılmay okugan o'zining o'gay dadasi da. Bu kishini bu adam Qalun deb sifatlagan. Nimishqa degan vaqtida Qalun deyishda bu adam qiroati tajvidlik, ovoz yiqimliq, go'zal o'qiydigan adam bo'lg'achqa. Chunki Qalun degan ayni vaqtdagi Rim tilida yaxshi degan bo'ladi hamda. Çünkü bu adamdaki çoğun dadisi aynı vaqtlarda Xalifa Ömer ibn Xattob'ninki zamanında Rim tarafdan esirga tushgan adamlar ekanda, Sham diyorlardan. Medine'ye esir süptüde ekilib, bunu Medine'de satqan qulbozlarlarda. Şimdi bazı ensarilar setib keyingi mezgillerde mana shu Qalun, İsa shu yerda tug'ilib, yani çoğun dadisining nevrisining paynavrilar bo'ladi-da. Keyingi davrlarda shu Alloh bo'lib solih bo'lib yetishib chiqqan. Bu kishi Hisham ibn Abdulmalikning zamoni 120-yilda tug'ilib, İmam Nafi rahmetullohi alayda o'qigan hamda bu odam. Mansurning zamonida xalifa Abbosiylar davrlarida o'qigan. Endi bu Qalunninki qiroati islom dunyosida bugungi kunda 10 xil qiroat ichidagi mashhur qiroatlar İmam Nafi'da rivoyat qilingan. Balkim bu shu ayni davrda shu Andalus, İspanya taraf, Marrakesh tarafda ko'proq taqilgan bo'lishi mumkin. Hozir qadar buniki davomi mashhur. Bu kishidan boshqalar so'rabdi, sen qancha qitim o'qigansan Qur'onni? Desa, men uni sanab bo'lolmayman. İmam Nafi'ga qancha qitim tanışatganligimni. Men Qur'onni yodlab bo'lib, butun komil bo'lib bo'lgandan so'ng men 20 yil yana ustozimning qishida o'tirib, men bundan Qur'on o'qib bergandim deb shunaq debdi. Bir Türkning tuyida o'tirib tanışatgan ekan. 20 yil Qur'onni yodlab bo'lgandan so'ng. Avvalda qaraganda bundan ko'p tanışatganligi xotirlandi bundan. Bu kishi 220-yili Xalifa Ma'munninki davrida dunyodan ayrilgan buyuklar. Yani bir büyüklerden Halladul Muqri degan kishi. Bu yerdagi Muqri degan sifat bu kishining qoriligini bildiradigan adam. O'zi Kufilik adam. Bu kishi hamda qiroat ilmida ayni davrdagi mashhur buyuk allomalardan. Shu davrdagi katta ustozlarni ustoz tutib o'qigan. Bu kishining 220-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Undaqda shu Mu'tasimniki davri bo'lsa kerak. Yani bir meşhurlardan Adem ibn Abi İyas degan zat. Bu kishi o'zi Marvdan, Turkmanistondan, keyin Asqalonda yashagan, Xurosonlik shayx bo'ladi undaqda. Bu kishi hadis ilmidagi mashhur buyuklardan Xurosondagi hadislarni ko'p to'plagan sunniy olimlar bo'ladi. Bu kishi Ar-Rashid, Ma'mun, Amin, Mu'tasim, 4 xalifaniki davrida yashagan, 220-yilda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Bu kishi shu Asqalonda, Asqalon hozirgi Isroiliya kontrolligidagi zaminda Asqalonda nurg'un ulamolar chiqqan bu yerdan hamda. Bu odam shu hadis ilmini anglash uchun Xurosondan, Bag'dod, Kufa, Basra, Hijoz, Misr, Sham, Asqalon, diyorlarda yashab, oxir Asqalonda dunyodan ayrilgan. Bugungi kun qadar shu hadis ilmida Adem ibn Abi İyas nomidan anglanayotgan, rivoyat qilinayotgan hadislar bu kishiga bog'langan. Yani bu hadis ilmi qo'lga kelish uchun bu odam butun O'rta Sharqni, Arab diyorini, Fars diyorini, Turk diyorini oylangandan keyin ondan hozirgi shu natijani qoldirib ketganda, undaqda. Bu odamniki ustozlardan nurg'un kishilar sanalibdi. Biz shogirdlarni sanab o'taylik. Shogirdlardan İmam Buxoriy, Tabrani qatorliq kishilar. Bu kishi hamda Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan ig'ir sinoq uchirgan davrlarda yashagan bu kishimi. Biz bu kishiniki ozroq bir boshda tarjimoni deb o'tdik bo'libmi İmam Buxoriyda. O'shaga murojaat qilishni qayd qilamiz. Bu odam 220-yili o'lib ketgan. Yani bir büyüklerden Affan degan zat. Affanninki asli ismi Affan ibn Muslim as-Saffar. O'zi Basrda yashagan ayni davrdagi mashhur hafiz muhaddislardan ishonchlik. Iroqniki muhaddislar deb sanaldi. Bu kishi
220-yili ölüp ketken. 134-yili tug'ilgan. Hijriya hisobi, biz deyayotgan tarix ko'pincha hijriyani asos qilamiz. Bu kishiniki ustozlardan masalan Abu Avvani va Zahib ibn Yashkuri degan zotlar Sahih Buxoriyda ko'p bu kishiniki tarjimali chiqqan. Shobat ibn Hajjajlar bu kishining ustozi bo'ldi. Shogirdlardan İmam Buxoriy rahmetullohi alayh. Ondan başqa masalan Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in qatorliq ayni davrdagi nihoyatda nupozliq bo'lgan büyük hadis olimlari bu kishiniki shogirdlari. Hamda ulamolar baho bergan vaqtida ishonchlik, o'z ishig'ini puxta Ravrs imam degandek sifatlar bu odamga berilgan. Hatta Muhammad ibn Sa'd degan büyük tarjimonchi bu kishi baho bergan vaqtida hadislari ko'p ishonchlik bo'lib, hadislari bunda hujjat, o'z hujjat sifatli ulamo deb sifatlangan. Yani bir büyüklerden Al-Qanabi. Qanabi'nin asli ismi Abdullah ibn Müslim ibn Qanabi al-Harisi. Ahl-i Sünnet vel Cemaat fırkısındaki büyük hadis alimlerden. Özü Medinelik adam kim Basra'da yaşayan. Bu kişi hem de İmam Malik rahmetullahi aleyh'inki şagirdleri hesaplandı. Çünkü İmam Malik rahmetullahi aleyh bu kişinin özü de Muvatta'nın yerimini, bu kişi İmam Malik'te yerimini bir-birde tanıştırıp okuşkan bulan. Bu kişi özü Mekke'de 221-yil hijriye ölüp ketkenlik hatırlangan. İmam Zahibi rahmetullahi aleyh bu kişi baha bergan vaqtida Basrda Mekke'de yaşap, Mekke'de ölüp ketken İmam Malik'nin Muvatta'ni rivayet qilgan eng ishonchlik adam, İslam'ның şeyhi Hafiz deb sifatlagan. Çünkü bu zat İmam Malik rahmetullahi aleyh'den ilimni ilip keyingiler taqatqan. İmam Malik'nin şagirdlarining ichida eng faziletlik, eng ulug' shogirdlardan da. Bu kishining ishonchlik ekanligiga isbotlanyapti. Shogirdlari mesela İmam Buxoriy, İmam Muslim, Abu Davud qatorliq büyük hadis olimlari bu kishining shogirdi. Ondan başqa yana bir büyüklerimizden Abdan el-Marvazi degan zat. Bu zat mı İmam Buxoriyning ustozi. Asosan bugungi darsimizdagi mashhur bo'lib ketgan kishilar ko'pincha İmam Buxoriyning ustozlari ekan. Abdan el-Marvazining asli ismi Abdullah ibn Osman el-Marvazi. O'zi Marvazi degandiklar hozirgi Turkmenistondagi Marvidin ekanligi xotirlandi. Bu kishining ustozlaridan masalan Shobat ibn Hajjaj, Abdullah ibn Mubarak büyükler ustozi. 221-yil ölüp ketken bu zat mı? Hem de bu kişinin tercümalıda ulamalar Xurasan, Irak, Hicaz qatorliq zaminlardagi meşhurlardan hadis o'rgangan deb ta'riflabdi. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu kishidan ko'p hadislarni rivoyat qilgan. İmam Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasai qatorliq shu büyük muhaddislar bu kishiga shogird qiladi undaqda. O'zidan ayt ishonchlik, durust bo'lgan kişilik hatırlangan. İmam Ahmed rahmetullahi aleyh Xurasan'a bir Abdan'ın qishig'i bir hadis o'rgansam lan bo'ladi deb o'zi shu boranmaganligidan afsuslangan bu kishi. Hamda Tahiriylar zamonida shu Jo'zjanniki qoziligini qilgan, keyin bu odam shu men qozilik qilmayman deb turib, keyin tushirilgan debdi. Jo'zjan hozirgi shu İran, Afg'oniston tarafda, bu tarafda deyman. Yani bir büyük allomalardan Abdullah ibn Salih degan Leys'nin katibi. Leys degan kim o? Degan vaqtimizda Mısır'da o'tgan büyük allomalardan. Hatta bu kishini İmam Shafi'i rahmetullahi alayh İmam Malik'dan bekrak olim edi deb sifatlagan ayni vaqtida. Mana mushu zotniki shogird bo'ladi, katib bo'ladi. Kitoblarni yozgan. Endi bu kishi İmam Leys'ni davomli ustoz tutib, bu kishidan ko'p kitoblarni rivoyat qilib, ko'p hadislarni mush odamlar rivoyat qilgan. Bu kishi 223-yili o'lib ketganligi xotirlanibdi. İmam Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah qatorliq hozirgi mashhur kitoblar bilan to'llanayotgan hadisshunoslarniki ustoz bo'ladi bu odam. Bu odamga nisbatan ulamolarniki turli baholari bo'lgan. Ba'zan yaxshi baholarni bergan, ba'zan masalan yaxshi bo'lmagan salbiy baholarni bergan. Umuman elbetqa vaqtda bu kishiniki hadis qabul qilingan darajada. Chunki ko'p qism ulamolar bu kishiga yaxshi baholarni bergan. İmam Zahibi rahmetullahi alayh masalan Misrliklarning ustozi, hadisshunos imom Abu Salih al-Juhani kunyasidir. O'zi rostchil, samimiy odam.
Ayni vaqtdagi ilm dengizlardan bu odam deb shundoq degan. Chunki ayni vaqtida ustozi Ibn Luhay'a degan kishiniki sababidan bu odamniki hadisning zaif bo'lib qolishiga sabab bo'lib qolgan. Amaliyotda o'zi rostchil, samimiy, hadislari kuchli odam bo'lmasa, şoňlaşqa İmam Buxari, Yahya ibn Ma'in, ustaz mesela Leyslamı bu kişiden hadis öğrengen, hadis rivayet qılmış adamın namıda. İmam Buxari rahmetullahi aleyh hadis sahih olmuş kabul kılmaydı bu cihette. Yani bir meşhurlardan İbrahim ibn Mehdi. Bu kişi halifeler ailesi Harun Reşid'ninki inisi buludu. Ebu İshaq namı bilen meşhur. Bu halifeler içinde bu Nağm Nava, Nakşigan ait Amraq. Şununla tonulgan adamken bu aynı vaxtıda. Çünkü avaz nəhayət yıqımlıq, kəm tepiladigan avaz dairəsidəki adam boğaçqa muş işlər bilan məşğul. Çünkü bu adam şu eyni vaxtdakı nurgun şu naxşa qoşaqlarını aytqan. Şunun üçün muş cəhətdə bəkrək ayıplangan. Hem İshaqul Mevseli deydigan Abbasilar dövründəki dağlıq muzikant var. Bu işkəylər şu dövründəki xilib bir ölüm da beygi küçükdek, berseçkidek ölüm ala. İşte munazırları varken de mezhepleri şu not ilmi hatta. Bu adamdaki rengi royu karamtılı adam ki çünkü anısı didekken de karı dideklerden, negirlerden. Şunun için şu rengi karı tuğulgan depti. Daha söyleyip ketken vaxtada 6 yaşta kılıp şu anısı ehmiyet verip çoğun kılgan. Anısı şu müzik bilen bekrek köngül bilip terbiyelep. Çünkü anısı mı aynı vaxtdaki dağınıq muzikantken. Köpünçe şu didekler aynı vaxtada naqşını yaxşı okuya alaydıgan, şerini yaxşı yaza alaydıgan bolsa bularning bahası yuqori. Xaliflarmi bunda dideklerge amraq keladi, bunu köplep setip aladi aynı vaxtada. Burundan tatip şu muzikantlar naqşını yaxşı okuya alaydıganlarınki bazıları nəhayət çaqqan. Hazırım şu var mesela sənətçilərin, artistlərin bazıları çaqqan. Əməliyyatda bu şu dövrдəki dağlıq muzikant, naqşçı buluşu bilan birgə şeir, bu fiqh ilmini nəhayət yaxşı bildigan, hadis ilmini nəhayət yaxşı bildigan, munazir ilmi, dialog ilmlərini yaxşı bildigan adamkən-də. Lekin bununki muzikant ilmi başqa ilmlərə nisbətən bəkrək görünген, gəvizlik sifatlangan. Bu aynı vaqtdagi Paris romantizm muzikant harakatininki beshi deb sifatlangan bu odam. Undaqda şu qadimqi şu an'anaviy Paris muzikasini nəhayət yaxshi egallagan zatkanda bu. İbn Xallikan va Fayatul A'yan nomli kitobida bu kishini sifatlab kelib, bu Nağm Navadan nəhayət bək ko'zi ko'ringan. Özünün sorundaşlarına ait köp. Rengi karamtol. Çünkü anısı didek boğaçqa müştaq tuğulgan bu adam. Biz qar boğan bilen nəhayət bək qamlaşqan, gəvizlik adam idi deydi. Şunun üçün bunu ejderha deb nam bergen. Lekin faziletlik, edep axlaqlıq, nəfs kəm, səxi mərd, xaliflər içində bunundək til ravan, ötkür, bunundək şiir yaza alaydıgan adamını görüp baxmağan ediq deydi. Bu adam hem de şu keyingi mezgillerde xilafet bilen beyat berilgenken şu vaqtida. Keyingi mezgillerde bu çıkıp ketken deyilipdi. Çünkü Ma'mun Xurasandagi vaqtida bu İbrahimul Mehdi bir qıtım xalifa bo'lgan. Bir yildek, bir necha oy şu mezgilde keyin çıkıp ketkende. Ondan başka yani bir büyüklerden Süleyman ibn Harb degan kishi. Süleyman ibn Harb aynı vaqtdagi büyük işencilik, hafiz, muhaddislerden İslamның şeyhi deb sifatlangan. Aynı vaqtida Makka qozi bo'lgan bu zot. Şu devrga nisbatan büyük hadis olimlardan bo'ladi. Bularmi shu hadis olimlarininki tarjimonini yaxshi egallagan odam bu. Fiqh ilmida belgilik buniki ta'siri bor. Bu odamninki hamda bir 10 minglik hadis rivoyat qilganligi xotirlanibdi tarixda. Qo'lda kitob yo'q, 10 ming hadisni rivoyat qila oladigan ko'pincha. Bu odamniki darsi tuzgan so'rini shu Abbasilarning xalifasi Ma'munniki qasrining yeniga joylashgan. Har bir so'rinida 40 ming odam hadis tanishaydi debdi.
Hatta bek egizin bulmagan kichikroq bir munbar yasab bergan sanamda. Aş ma'munning qasrining ichidan turib, ko'pchilikmi aş odamga qarab hadislarni tanishaydi debdi bu odamniki. Shuning qarag'an vaqtida xili shu zamondagi buyuk muhaddislardan bo'lish kerak. 40 ming odamning hadis tanishmoqqa oz gap emas bu. Bu zatmi ham Imom Buxoriyniki ustozlaridan ha. Yani bir büyük allama Ali ibn Muhammad al-Madani bu kishimi 225 yil hijriya shu payt o'lib ketgan. O'zi tigi Basradan. Basradagi Madainda yashagan. Madain hozirgi Iroqda, lekin Madain ayni vaqtida Persiya xonadonligining buyuk poytaxti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu Xandaq g'azotida Kisroniki oq saroylarni fath qilishlar deb sifatlagan shu Madain şu Kisraniki paytaxt bo'lgan. Hozir qadar bu shaharniki kon qoldiq bor. Haybatlik ha. Bu odam ham Abbosiylarniki dastlabki bosqichlarda tug'ilib, 225-yili o'lib ketganda, bu ayni davrdagi shu mutakallimlar degan gap shu ilm kalom bilan shug'ullanadigan buyuk ulamolardan. Chunki shu adabiyot, tarix ilmi bilan bekrak mashhur. Endi Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi bu kishiga baho berib sifatlagan vaqtida özüne ait rastgel, hafiz, allame, tarixni yaxshi biladigan, Bag'dodda tug'an, nurg'un kitoblarni yozgan, tarix ilmi, payg'ambarimizning hayoti, nasab ilmini, arablarning tarixini yaxshi biladigan odam. O'zining degan so'zlarda, rivoyatlarida ait rastgel, isnodi oliy deb sifatlagan. Undaqda bu buyuk baho bu odamga berilgan. Bu odamning nisbati albatta vaqtida. Bu odamniki shu Qurayshninki xabarlari, payg'ambarimizning xabarlari, xaliflar tarixi, arablar tarixi, ishg'oliyat harakatlari nomli nurg'un kitoblar borligi xotirlanibdi. Yana bir buyuk allomalardan Qosim ibn Sallam, Abu Ubayd kunyasi bilan mashhur. Bu kishi 224-yili, milodiy 838-yili o'lib ketgan. O'zi Haraviy, Heratlik. Herat hozirgi Afg'onistonning shimol tarafidagi nimening Alisher Navoiyniki poytaxti bo'lgan shu yurtda yashaganda, o'z ayni vaqtdagi lug'atshunos, faqih, muhaddis bo'libmi shu obzorchilik, hadis obzorchiligida ko'zi ko'ringan Hijriya 2-3 asrniki buyuklardan bo'ladi bu odam. Nurg'un kitoblarni yozib ketgan, kitoblarni aytib, mol shu davrga nisbatan ayni vaqtida. Dadisi aslar Rimlik bir qul ekan. Kimshada shu qulluq tuzum zamonida u yanda bu yanda setilib, oxiri shu hadis ilmini anglab, adabiyot, fiqh bilan shug'ullanib, Iroqda yashab, Iroqda shu buyuk ayni vaqtdagi allomalarda, solihlarda o'qib yetilganda, masalan Sufyon ibn Uyaynada o'qganligi xotirlanibdi, undan boshqa buyuk zotlardan. Hatto Qozi Imom Abu Yusufni o'qganligi xotirlanibdi. Bu kishiniki ustozlarimi bir-biridan aytdi. Sarxil. Muhammad ibn İsmail Buxoriy shogirdi, masalan Vaki ibn Jarroh shogird bo'ladi. Oxirgi mezgillarda bu odam Iroqdan, Bag'doddan nimaga qaytgan? Xorason qaytib, shu yerda Harun Rashidniki valilari bor-da, masalan. Shu valilniki bolalarga dars o'rgatgan. Harsam ibn Ayun deydigan bir Abbosiylarniki, Harun Rashidniki bir qo'mondon bo'lgan Xorasonda. Evet, meşhur bu. Şununki sarayda şu ballarga ders o'rgatgan bu odam. Hamda Xorasondagi Tayiriylar zamonasidami bu odam? Tayiriylarda bir sulol o'tganda shu vaqtida. Shu davrdami bu Tayiriylarniki ordusida shularniki imtiyoz orqali nurg'un diniy xizmatlarni qilgan. Hamda bu ilm degan qo'llaydiganga işte bir siyosiy jihatdan qo'llash bo'lmasa, iqtisodiy jihatdan qo'llash bo'lmasa, ming o'qigan beka onu yetkizgil bo'lmaydi, onu joriy qildigil bo'lmaydi. Hamda Tayiriylarning siyosiy jihatdan bu odamga fursat berishi, iqtisodiy jihatdan yaruylik bo'lib, maktablarni ichib, madrasalarni ichib qilib tufaylidan bu odam Xorasonda hadis ilmining taqlishiga zo'r ulsagan bu odam. Bu kishi Hijriya 19-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Mu'tasim billahning zamoni. Bu odamning G'aribul hadis Al-Amwal nomli klassik kon asarlari var İslam tarixida nihoyatda buyuk. Onun boshqa Al-Amsalus Saira deydigan arablarchadagi mashhur maqol tamsillarni to'plab chiqqan bu odam. Bu hamda xalq
büyük ulamalardan sanılır değil mi mesela? Bizga nisbatan Mahmud Qashqari, Yusuf Asajib qanday büyük olsa, Arab edebiyat üçün, Arab medeniyet üçün büyük allame, bular farislar üçün. Yani bir büyük allamelerden Qurrat ibn Habib el-Qanami degan kishi o'zi ishonchli hadis olimlaridan shu zamondagi o'zi neyzkesh, neyz yasab sas kerak bu odam. Bu kishimi 224-yil o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishimi ayni davrdagi Basra, Bag'dod qatorliq davrlarda shu zamonlarda, shu yurtlarda yashagan hadis olimlari. Yani bir büyüklerden Arim degan kishi. Arimning asli ismi Muhammad ibn Fayz. Arim bu yerda laqimi. Arim degan gap qattiq so'g'uq degan bo'ladi bu yerda. Bu kishimi shu Basrda yashagan, Basrning ayni vaqtidagi muhaddislardan. Bu kishining shu Mu'tasim billah davrida o'lib ketganligi xotirlanibdi. Masalan, shu 225 ning oldida 224, 223 mush atrofda o'lib ketganligi xotirlangan debdi bu kishiniki. Yani bir büyüklerde Muhammed ibn İsa at-Tabba al-Baghdadi, Baghdad'da yaşayan Irak'ın Baghdad'da, Hicri 224. yılda ölüp ketken. Şu zamanındaki büyük hadis alimlerinin ki biri. Baghdad'daki Şam'ı verip Şam'da yaşayan, özü hem fakih hem işencilikle baha bildiren bu adamga. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu kişinin süpetlep Hafizul Kebir, büyük hafiz, işencilik degen. İmam Nesai mi bunu işencilikle süpetligen. Bundaqda bu hadis ilmideki şu baha, büyük baha karındaşlar. Bu kişinin ustazlarından Malik ibn Enes, İmam Malik rahmetullahi aleyh. Bu kişinin ustazı buludu. Abdullah ibn Mübarek ustazı buludu. Şagirdlerden mesela İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, Ebu Davud, Tirmizi, İmam Nesai, İbn Mace. Bu hazırki old sayesindeki meşhurlar bu kişinin hadislerini rivayet kılgan. Yani bir büyüklerden Esbaq ibn Faraj, bu adam Hicri 225. yıl ölüp ketken. Bu zat mı şu Mısır'da yaşayan en davrdaki büyük hafızlardan deb sanıldı. Özü ilimni xili yişiği yetken, xili çoğun yaşlarda şu kıran yaşlarda ilim öğrenişe başlayan kişi ki. Bu zat şu devirlerde. Şunda bosmu yani nurgun töhplerini koşkanda hem bu adam. Bu kişi yana İmam Bukhari'nin şagirdi iken, İmam Bukhari'nin ustazı iken de, Yahya ibn Ma'in qatorliq hadis olimlarininki ustaz sanıldı ki. İmam Malik rahmetullahi aleyh'ninki şu rivayetlerini, meselelerini, ictihat fikirlerini en yaxşı biladigan adam deb sifatlangan. O'zi ishonchlik, sunnatlik adam. Bu zat mı hem de şu Mu'tasim billah'niki zamanında ölüp ketken bolsa-mı, Kur'an mahluk mu, mahluk emasmi degan fitnede bu adamga diqqat tushib xalifniki. Bag'dodga akilish buyruq tushgan vaqtida qochib ketib yoshirinib olgan. 225 yil ölüp ketgan. Endi bu zatniki ailesiniki kelib chiqishi hamda Umayyalar zamonida Umayyalar podshohi maxsus shu masjidni yasaydigan, tuzlaydigan, supurdigan, masjidning xizmatini qildiganga turli qullarni setib oldi ekanda. Bu adamniki oti bo'ldirmi shu qulluq tuzilmasi bo'yicha masjidlarda xizmat qilib, shuningki barkitimi keng davrlarda bu kishi shu fiqh ilmida, munozir ilmida ko'zi ko'ringan. Endi İmam Şafii rahmetullahi aleyh Misrga berishdan burun asosan Misrniki ulamolari shu adamda o'qigan. Keyin endi İmam Şafii'niki qishga berib o'qigan deyilibdi. Undan boshqa endi ba'zi bir qism ulamolar bu kishiga sal yaxshi bo'lmagan baholarni bergan. Nima degan vaqtida Esbaq bilan İbn Abdul Hakem, yani Abdullah ibn Abdul Hakem degan kishi orasida azroq toza munosabat yirikroq ekanda, bir-birini biri aniga tuhmat qiladigan, biri Esbaqniki tilinayt xabis, yani tilbek meynat degandekchi bir-birini ayiblaydigan avvallar bo'lgan ekan. Allah bundan fitnelerden yirak qilsin. Yani bir büyüklerden Sa'davil Vasiti degan kishi. Sa'davining asli ismi Said ibn Süleyman, ma'akilat ismi bo'lsa kerak. Bu kishi hamda shu payg'ambarimizdagi hadis ilmidagi nihoyat büyük endevirdagi ulamolardan Bag'dodda yashab, Bag'dodda ilmiy xizmatlar bilan shug'ullangan bu odam. Undan boshqa masalan bu odamniki nurg'un ustozlari xotirlanibdi. Leys ibn Sa'd masalan o'zining ustozi,
Şagirdlerden mesela İmam Buxari, Ebu Davud qatarlıqlar bu kişininki şagirdi. Bu kişinin baha vergan vaqtida işençilik, emin, zat deb sifatlangan bu kişi. Bu adamdaki bir qiziqarli voqealiklardan Qur'on maxluq mu, maxluq emasmi degan masalada bu adam javob bergan ekan. Nima deb javob berganligi aniq emas, ammo tuvandagi javobdan buniki nima deganligi kelib chiqyotidi, ko'rinib turyotidi. Şu Qur'on maxluq maxluq emasmi degan shu imtihondan qaytgandan keyin boshqalar savol so'rabdi-da Imom Sa'daviydan. Qanday qildinglar degandan keyin boshda kafir bo'lib, uni keyin kufrdan qaytdik deb javob bergan. Undaqda bu odam shu azobdan qo'rqib, dastlabda bo'pti deb Qur'onni maxluq degan bo'lsa-mu, keyin bu tövbe qilib qaytgan degan bo'ladi-da undaqda. Yani bir büyüklerden Ebu Umar el-Garmi an-Nahvi Hicri 225-yilda o'lib ketgan, ayni vaqtdagi mashhur Basradagi o'sha arab tilshunosligida, arab til grammatikasida eng mashhur büyük alloma. Şu zamanlarda arab til grammatikasiniki qoidasini yozib chiqqan odam bu. Bag'doddagi nurg'un ilmiy munoziralarga qatnashgan. O'zi shu davrdagi faqihlardan, tilshunoslardan bo'ladi bu odam. Bu kişinin nurg'un kitoblari baliqqa qayd qilinibdi tarixda. Biz yani tarix murojaat qilish tavsiya qilamiz. Yani birisi Muhammad ibn Salah al-Bikendi. Bu Sahih Buxoriy darsida bu odamniki tarjimalarni aytib ko'p o'tdik. Bekent hozirgi O'zbekistondagi Buxoro yaqin bir joy. Bu Imom Buxoriyninki Mavran Nahrdagi ayni vaqtdagi da'liq ustozlar bo'ladi. Bu şu davrdagi katta büyük muhaddislardan. İmam Buxoriyning ustozi da bu jihatda. Yana birisi Sunayd degan kishi. Sunayd deganlikdan bu odamniki laqab ekanligi chiqib turadi. Bu odam 226-yili Motasi Millaniki zamonida o'lib ketgan. Yashagan davrlari zaman yurtlari Iroq, Basra, Sag'ir degan shu Armaniston taraflarida yashagan. Bu kishimi ayni vaqtdagi nihoyatda mashhur büyüklerden. Mesela bu adamda nimişqa Sunayd deymiz desa, şu vaqtdagi bir ustozi, ashta Sunayd deb sifatlab qo'ygan ekan bu adam. Bu kishining büyük bir tafsir kitobi bor deb xotirlanibdi. Asli ismi Husayn ibn Davud, kunyasi Abi Ali nomi bilan mashhur hamda. Laqabi Sunayd. Bu zatga ulamolar baho bergan vaqtida bir qism kishilar bu kishiga yaxshi baho bergan, bir qism kishilar yaxshi baho bermagan. Ilmida ba'zilar rostchil debdi, ba'zilar ishonchlik debdi, ba'zilar yumshoqbosh debdi degandek. Alloh alim. Yani bir büyüklerden Said ibn Kuseyr ya Kesir ibn Ufeyr degan kishi. Bu zat İmam Malik'teki şagirdi İmam Malik'te Muvatta namlı şu hadis kitabını anlagan. İmam Malik'nin nurg'un ilmlari bu kishiga yuqqan deyiladi. Yani bu kishiniki mesela ustozlardan İmam Malik mesela Leys ibn Sa'dlar, şagirdlarda İmam Buxoriy mesela. Bu kishimi 226-yili o'lib ketganligi xotirlanibdi. Bu kishimi tarixni nihoyat yaxshi biladigan. Bular bu tarixni nihoyat ajoyib yaxshi biladi. Tili nihoyat fasohatli edi. Da hozir javob edi, shoir edi. O'ttoq odam zerikmaydi deb sifatlabdi bu kishimi. Yani bir büyük Allah'ın salihlardan Yahya ibn Yahya at-Tamimi degan kishi. O'zi Nishapurlik, hozirgi İronniki Nishapurdan shahid tug'ilgan. Bu kishimi Hijriy 226-yili o'lib ketganligi xotirlangan. O'zi ahli sunna vel jamoat firqasidagi eng büyük muhaddislardan sanaladi. O'zi nihoyat zohid, o'zi nihoyat solih, yaxshi, fozil o'tgan. Bu kishi masalan shu Nishapurda, Hicazda, Iroqda, Şamda, Mısırda şu yerda ilmiy hareketlerden, hadis ilmiylerinden şug'ullangan. İmam Zahabi rahmetullahi alayhi bu kishini sifatlab kelib, o'zi nihoyat faqih, hadisni biladigan, ko'p hadis rivoyat qilmasmi, ammo bilgan hadisni biladigan. İslamning shayxi, Xurosonning olimi deb sifatlagan. Hatto Hakim Nishapuri o'z zamonasiniki ixtilofsiz ulamosi deb sifatlagan. Hatta Yahya ibn Yahya'dek adamni xaloyiq ko'rib boqmagan deb sifatlagan İmam Ahmad ibn Hanbal. Hamda Xurosonda Abdullah ibn Mubarakdan keyin Yahya ibn Yahya'dek adam chiqib boqmadi deb sifatlagan. İşençilik degan. Bu İmam Ahmadning bahsi bu.
Hem İshak ibn Rahevi Yahya ibn Yahya Temimi ölüp ketken vaqtida dünya jahan ehlinin imamı bugün öldü. Dünyadan ayrıldı dep süpetligen. Bu büyüklerimiz bunun da qargan vaqtında aytdı. Kattılığa çıkıp durdu. Şagirdlerden İmam Bukhari, İmam Müslim'la bu kişiniki şagird buludu. Bunun da başka ölüp ketkenlerinin ayeti köp. Hem de Mu'tasim billah zamanında ölüp ketken kişiler muşinçilik ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.